oxirgi paytlarda surunkali kasalliklarni diagnostikasi, ayniqsa oshqozon-ichak sistemasi tarafdan aytadigan bo'lsak, gerb kasalligi juda ko'payib ketyapti. Bu haqiqatda hozirgi kunda ko'payib ketyaptimi yoki boshqa sabablar ham bunga ta'sir qiladimi? O'zi umuman olganda bu turdagi kasalliklar oldingi davrlarda ham demak bemorlarda uchragan, bezovta qilgan, lekin diagnostika usullari, davolash usullari biroz takomillashmaganligi uchun ham bu kabi kasalliklarga to'g'ri va to'liq diagnostika qilinmagan. Hozirgi kunda kontrolli tekshiruvlar va mana shu tekshiruv usullarini yana takomillashganligi hisobiga bu narsa miqdori oshgan, foizi oshgan deb tushuntiriladi. Lekin sanaqa emas. Avval ham bo'lgan, faqat hozir diagnostika qilinyapti, davolanyapti. Shuna hisobiga statistika jihatdan bu kasalliklarning foizi, ulushi oshgan. Agarda sizda ham oshqozon-ichak sistemasi bilan bog'liq muammolaringiz bo'lsa, qabulga kelishingizni maslahat beramiz.